Bizga ota-onamiz har doim qattiq bo'l deb o'rgatishgan. Qanchalik yumshoq bo'lsang, shunchalik ko'p bosib o'tilasan deb aytishgan. Xo'sh, o'zi qattiq bu nima degani? Mana bu 6 ta narsani eslab qoling. Birinchisi, qo'rqadigan narsalaringiz qanchalik ko'p bo'lsa, shunchalik zo'ravonlar sizni nishonga oladi. Hech narsadan qo'rqmasangiz, hech kim siz bilan aralashishga jur'at eta olmaydi. Ikkinchisi, tanishlaringiz so'rasa, qayerga borayotganingizdan yoki nima ish qilayotganingizni aytib bermang. Hamma tafsilotlarni oshkor qilmang. Oddiygina biror ishim bor edi deb ketish yetarli. Uchinchisi, odamlarni xafa qilishdan qo'rqmang. Qattiq bo'lish kerak bo'lsa, qattiq bo'ling. Aks holda hamma sizni bosib oladigan, siqib yuboradigan odamga aylanib qolasiz. To'rtinchisi, nimanidir istamaganingizda shunchaki yo'q deng. O'zingizni tushuntirish yoki boshqalarni xursand qilish shart emas. Yo'q deyish mahorat, bu gunoh emas. Beshinchisi, juda ham rozi bo'lmang. Biror keskinlik bo'lishi kerak. Qanchalik yumshoq bo'lsangiz, boshqalar shunchalik sizdan foyda olishadi. Oltinchisi, boshqalarni doim xursand qilishga urinmang. Doimo boshqalarni qoniqtirsangiz hurmat qozonmaysiz. Orqangizda sizni ishlatib kulishadi. Rostdan ham qattiq bo'ling va shunda odamlar sizni hurmat qiladi. Agar tepada aytgan gaplarim to'g'ri bo'lsa, kommentariyada